Urgutda to'yda bo'lganmiz. O'sha yerda to'yda hali bolachalarni otib yuborgan ekan kimdir. Birovi bolasini ham shunaqa xorlaysanlarmi? Mana bu san'atkor va mana bu san'atkor atrofidagi laychalarni kimdir jazolaydimi? Aytdi o'sha to'yda egalarini o'zlari qilgan ish shu. Shuning uchun Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Xurshid Rasulovning Samarqand viloyati Urgut tumanidagi to'y xizmatlaridan birida ishtirok etgan videosi keng tarqaldi. Videoda muxlislardan biri xonanda ustidan pullarni sochayotgani, yerga tushgan pullarni esa bolalar tera boshlaganini ko'rish mumkin. Eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan holat esa bolalar pullarni terayotgan paytda ularni kimdir chetga surayotgani aks etgan lavhalar bo'ldi. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu harakatni tanqid qilgan bo'lsa, boshqalar esa voqeaning to'liq tasviri ko'rsatilmagan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Shundan so'ng Xurshid Rasulovning o'zi video murojaat bilan chiqib, voqea aslida qanday bo'lganini tushuntirishga harakat qildi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'llaring bu kunlaringdan, o'llaring hayf erkak degan nom sallaga, erkak degan nom. Men shu san'atkorga ham men qoyil qolmadim. To'g'risi achinib ketdim, yodagi bolalarga achinib ketdim. Bolalarda nima ayb? To'g'ri ota-onasini ayblashinglar mumkin, lekin men bu san'atkorga besh ketmadim. Shunday joyda to'xtatib bo'ldi, bolalarga qilayotgan munosabatni ko'rib, men boshqa qo'shiq ayta olmayman deyish kerak edi. Shuncha e'tirof, shuncha e'tibor bu san'atkorimiz yaqindagina menimcha taqdirlangandilar. Hayf taqdirlanganliklari siz pul bor joyda mayli. Samarqandliklar bormi? Samarqandda bo'lgan ekan mana shu to'y. Komment marhamat ochiq. Birovi bolasini ham shunaqa xorlaysanlarmi? Mana bu san'atkor va mana bu san'atkor atrofidagi laychalarini kimdir jazolaydimi? Mutasaddilarni belgilab ketinglar izohda. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqda o'tirgan, kuzatgan bizni muxlislarimiz bitta narsaga aniqlik kiritib qo'yaylik. 25-iyun kuni Urgutda to'yda bo'lganmiz. O'sha yerda to'yda hali bolachalarni otib yuborgan ekan kimdir. To'yda uni bizni odamlarimiz bu ishni qilmaydi. Avvalo birovni to'yiga borib, birovni bolasini otib yuborishni o'zi noto'g'ri. Aytdi o'sha to'yda egalarini o'zlari qilgan ish shu. Shuning uchun deb bilib bilmay menimcha analiz qilish noto'g'ri, birovga noto'g'ri hukm chiqarish bilib bilmasdan o'zim aytib beray dedim. Shunga aniqlik kiritib turib, men tilim qisiq bo'lganda yo bir noto'g'ri ish qilgan bo'lganda indamay chekkada o'tirgan bo'lardim. Hozir gapirmasdan buni gapirmagan. Shuncha kundan beri xizmatlarda bo'ldim, vaqtim bo'lmadi kirgani, bugun vaqt bugun bo'lib qolgani uchun shunga aniqlik kiritib qo'ydim. Hali blogerlar, sizlardan iltimos ukalar yo singillar qo'yishdan oldin hamma narsaga aniqlik kiritib turib keyin qo'yinglar. U qistirgan bo'lsa to'yda egasi, men uni qistirgin degan joyim yo'q. Yo boshqa to'yga borganingizdan keyin qistirgin demaysiz, boshqa demaysiz. Shuning uchun sizlardan iltimos bu noto'g'ri negativlar yozmanglar. To'yda egasi qistirgan bo'lsa, masalan, o'zini cho'ntagidan qistiryapti, mayda pul qistiryaptimi, yirik qistiryaptimi? U uni problemasi. Lekin u qo'shiqchi hamma qo'shiqchilarga va san'atkorlarga negativ gapirish noto'g'ri, bilib bilmasdan. Sizlardan iltimos to'g'ri nima qilinglar, gapirganda ham birovni bolasini urib bo'lmaydi, urishana tursin, olib tashlab ham bo'lmaydi bitta joyni. Hozirgi zamonda hamma ham ota-ona farzandlarini yaxshi ko'radi. O'shalar qatori biz ham farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Xurshid Rasulov, uylaringda yaxshi kunlar bo'lsin, faqat topganlaring yaxshiliklar bo'lsin. Birovga yomonlik tilab bo'lmaydi. Yomonlik tilasangiz ertaga o'zingizga ham qaytib qolishi mumkin. Xudodan hammamiz qo'rqaylik. Sog' bo'linglar.